Allohim yana qayta baytingni tavoflarini nasib qilgin Allohim. Qarang, bunaqa holat bir yilda bir marta bo'ladi-da, bir yilda bir marta. Mana shu haj mavsumiga yopilganda shunaqa bo'ladi. Zamzamlarni turishini sig'idan bitirishadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allohu akbar. पता रहेगा तुम लोग खाता नहीं क्या पता वो पता है होटल मोटा उसमें वहाँ कैमरा का दिखाने लगे यार वो पता है Hamma ko'ringanlar haram ishchilari. Mana zamzamchilar bular. Eskalatorda hech kim yo'q. Adimi hojilar kelib to'ladi endi bu joylar endi. Allohning bayti to'ladi hojilarga. Zamzamda ham hech kim yo'q. Endi bitta idishimiz bor, shunga zamzam olamiz. Mana shu zamzam suvini shifoligi Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar. Kim nima niyatida ichsa o'sha bo'ladi. Ko'p og'ir kasallar kelib, mana shu joyga kelib, to'yib zamzamni ichib, hatto rak bo'lganlar tuzalib ketganlarini guvohi bo'lyapmiz-da. Suvdan to'yib ichadi, qorni ishib ketadi. Shu zamzamga. Ustilaridan quyib, idishlarda olib borib yuvinadi o'sha suvga, zamzamga. Shifo topyapti. Bu Rasulullohning hadislarini ro'yobi bu. Og'ir kasallar tuzalib ketyapti zamzamdan. Imkoni bo'lsa kelib, mana shu joylarda to'yib zamzamni ichib, mana shu suvlarga yuvinish kerak. Inshaalloh Alloh shifo qiladi. Shifo niyatida ichsa, kim taom niyatida ichsa taom bo'ladi. Shunaqa imkoni borlar kelib mana shu zamzamlardan to'yib ichishlik kerak. Soat 2:30 bo'lyapti. Ustalar hamon ishlayapti. Kechasi smenadagi ustalar ozongacha ishlaydi. Ozonda yana almashadi. Mana ustalar ishlashyapti. Maşallah, tabarakallah. Allah razı olsun. Mana shu joy bir oy oldin deyarli yo'q hisobida mana shu darvoza. Juda ham katta darvoza bu. Tepasida bir qancha odam, bir necha yuz ming odam namoz o'qiydi buning tepasida.
tumonat odamga liq to'la bo'ladigan avtostansiya mana. Nechta mehmonxonani odamlari keladi bu joyga. Mana avtobus ham yo'q, odamlar ham yo'q. Mana ko'chalar. Mehmonxonamizga kirib ketdik, endi biz ham bomdodga chiqamiz inshaalloh.